Biz yaxshi kayfiyatda efirni davom ettiramiz. Manfaatli suhbatlarni sizga taqdim etish uchun studiyamizga mehmonimizni taklif etganmiz. Xalq deputatlari Qibray tumani kengashi deputati Doniyor aka Yusupov studiyamiz mehmonlari. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Rahmat. Charchamasdan tonggi efirda kayfiyat ulashib. O'zingiz yaxshimisiz? Salomatmisiz? Xonadonda yoshi ulug' hoji ota borlar. Menimcha tomosha qilyaptilar. Doniyor aka salomlashib qo'yasiz, marhamat. Assalomu alaykum hammaga. Albatta erta tongdan ko'rsatuvlarga qatnashish hammaga yaxshi bir kayfiyat ulashadi. Bizni millionlab muxlislarimiz kuzatayotgan bo'lishlari mumkin. Hammalariga bugungi tong, bugungi yangi hafta muborak bo'lsin. Yurtimiz tinch, osmonimiz safo bo'lsin. Hammani xonadoniga fayz va baraka tilayman. Boringizga shukur. Salomat bo'ling. Deputat xalq bilan davlat o'rtasidagi ko'prik. Bu ko'prik mustahkam bo'lishi kerak. Bu ko'prik ikki tarafga ham manfaatli bo'lishi kerak. Siz bilan bo'ladigan suhbatlar, hamisha deputatlar bilan bo'ladigan suhbatlar qiziq bo'ladi. Chunki odamlar xalq nomidan gapiradi, o'zini dardi istaklarini, xohishlarini gapiradi, maqsadlari haqida gaplashishadi. Odamlarni yuragidagi haligi o'zingizga tegishli bo'lgan gaplarda qay darajada shu ijobatini topishida ko'maklashasiz? Albatta, endi ko'pchilik hozir haqiqatan deputatga ishongan. To'g'risi men o'zim davlat ishxonasida ishlayman. Unaqa ko'p ham mahallaga aralashib, hokimlik tizimida yoki bir xalq orasida ko'p bo'lganmiz, lekin aynan nakaz deputatlarga vazifa topshirish yoki ulardan bir narsani talab qilib qildirish, masalan, hattoki meni o'zimni xayolimga ham kelmagan. O'sha vaqtlarimizda, mana shu aqlimni tanigandan, men o'zimni deputatim haqiqatan kimligini ham bilmaganman. Shu 2019-yil saylangan bo'lsam, bu ikkinchi chaqiriqda hozir qayta saylanganman. Birinchi chaqirig'imning o'zidayoq deputatlik nimaligini, uni mashaqqatini, uni vazifasini hammasini to'la anglab, shunga yarasha ish qilib, xalqimizni imkon qadar muammolarni yechishga, hududdagi muammolarni, infratuzilmalarni yaxshilashga hissamizni qo'shib kelganmiz. Mana yaxshi ishlagan ekanmizmi, xalqqa ko'nglidan bir joy olgan ekanmizmi, qayta saylovga qo'yilib, yana ikkinchi marotaba deputat bo'ldim hozir. Tinim bilmasdan ishlaydigan deputatlar va bu jarayonni biz ham bevosita yonlarida turib guvohi bo'lib turamiz. Bugungi mavzuyimiz Doniyor aka ta'lim kambag'allikdan chiqarishning samarali vositasi sifatida e'tirof etilish haqida gaplashamiz. Bugungi kunda kambag'allikdan farovonlik sari tamoyili bugungi kunda ustuvor yo'nalishlardan biri va bu jarayonda ta'limni alohida qayd etib o'tmasak bo'lmaydi. Albatta, kambag'allik bir vaqtlar mana davlatimiz rahbari ko'p marotaba takrorlaganlar, kambag'al so'zi hattoki ishlatilmagandi. Xuddi bir kambag'al deyilsa, o'sha davlat haqiqatan rivojlanmagan, bir o'tirib qolgan davlat sifatida bir e'tirof etilishi mumkin degan bir tushuncha paydo bo'lgandi. Lekin prezidentimiz shu qo'rqmasdan shu kambag'al so'zini o'rtaga chiqarib, qancha kambag'al borligini, buni chiqarish yo'llarini ko'rsatib berganlardan keyin alohida shu kambag'allikka qarshi kurashish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Bu bo'yicha bir tizimli ishlar yildan yilga amalga oshirib kelinyapti. Qancha kambag'al bor, respublikada necha foiz aholini kambag'al deb topilgan bo'lsa, ana o'shani yiliga bosqichma-bosqich kambag'allikdan chiqarib borish vazifa qilib olingan. O'ylaymanki, bu ishlar haqiqatan ham yaxshi yo'lga qo'yilyapti. Mana misol, bizda ham kambag'allar ko'p, tumanimiz bo'yicha uni aniq sonlari bor, lekin reja qo'yilgan. Masalan, 2024-yil necha foiz kambag'al qisqartiriladi-yu, 25-yilga kelib qancha bu sonlar jihatda edi, lekin olib borilgan tizimli ishlar o'zining samarasini beryapti. Sidqidildan amalga oshirilayotgan ishlar to'g'ri yo'ldan ketilayotganligining samarasi natijasida tumanimizda 4 ta mahalla kambag'allikdan xoli mahalla va kambag'allikdan xoli hudud deb e'tirof etildi. Bunda o'sha aytganimizdek faqatgina ta'lim emas, bu barcha jabhalardagi shu kambag'allikdan chiqarishi yo'l xaritalari ishlangan bo'lsa, hammasi o'z joyida, o'z vaqtida qilinib, mana o'sha hudud kambag'allardan xoli deb e'tirof etildi. Endi o'z o'rnida siz savolingizga qaytadigan bo'lsak, ta'lim haqiqatan ham kambag'allikdan chiqarishi eng bir asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Mana shu keksalarimizning gaplari bor, bilasiz, onam rahmatli ham ko'p aytardilar. Yerga qaradim, yerga qaradim degan bir so'z ko'p qaytariladi. Bu ayniqsa qizlarga nisbatan ishlatilgan bir so'z edi. Ya'ni buni tagida qancha bir ma'no bor. Qizlarni bilimli qilish, kasb hunarli qilish bu asosiy bir oilani tayanchi bo'ladigan bir vosita ekan.
har bir qiz o'qish kerak. O'qimagan taqdirda ham, biron bir oliy o'quv yurtida o'qimagan taqdirda ham hunarga berish kerak. Ertaga borganda bir oilaga o'sha joyda bugun turmush o'rtog'ining qo'lida puli bor bo'lishi mumkin, bugun yaxshi yashayotgan bo'lishi mumkin. Ertaga har qanaqa vaziyat, bir og'ir holatga tushib qolganda, o'sha ayol ham qarab o'tirmasdan eriga yoki erga qaradim, yerga qaradim, ya'ni eri qo'lida puli yo'q bo'lsa, yerga qarab nima qilishni bilmay o'tiradigan ma'noni qarang, qanchalik bu eskilardan qolgan gap. Shuning uchun har bitta qiz kasb hunarli bo'lish kerak degan narsani ko'p gapiradi. U faqatgina qizlarga nisbatan ishlatish kerak emas, balki asosiy oilaning ustuni bo'lgan erkaklar hech bo'lmaganda hunarli bo'lish kerak. Bu maqollarimiz ko'p, yigit kishiga 40 hunar oz degan, har bir hunarni tutib, o'sha tomondan pul topib, ro'zg'or terib ketish mumkin. Bu hunar orqali yurtga tanilish mumkin, elga tanilish mumkin, oilasini mustahkamlash mumkin degan bir narsa bor edi. To'g'ri. Najot ta'limda deydi, najot tarbiyada deydi, najot bilimda deydi, to'g'rimi? Demak, bilimli bo'lsa, ziyoli bo'lsa, ma'rifatli bo'lsa, qo'lida hunari bo'lsa, xor bo'lmaydi, to'g'rimi? Mana bir nechta tajribalar bizga amaliyotga joriy qilindi. 2023-yil, bu aniq esimda, shu kuz oylari edi. Sayxunobod tajribasi degan bir narsa topshiriq keldi. Ya'ni har bir maktablarda bitiruvchi sinf o'quvchilarini hunarga o'rgatish. Mana yoshligimizda bilsanglar, UPK degan narsa bo'lardi. Biz 9-10 sinf yuqori sinf o'quvchilari maktabdan tashqari alohida bir kun ajratilardi deb borib, hamma yigitlar yoki qizlar o'zi tanlagan hunar bo'yicha shu hunarni o'rganib bitirayotganda qo'limizga shahodatnoma beriladi. Ya'ni guvohnoma o'sha kasb hunari egallagan to'g'risida. Men masalan o'sha o'qigan paytimda oshpazlikni tanlaganman. Kimdir avtomobil haydovchiligi, kimdir traktor haydovchiligini, kimdir duradgorlikni tanlagan. Svarshki deymizmi? Qizlarimiz tikuvchilik, hattoki kichik tibbiyot hamshirasi degan hunarni olishadi. Siz nima tanlagansiz? Biz paytimizda ham o'sha duradgorlik bo'lardi. O'sha uylarimizdan duradgorlik asboblarini olib kelib, domlalarimiz o'rgatishgan bizga o'sha. Menda hamshiralik tanlangan. Hamshiralik. Bu chunki har bir fuqaromiz, har bir yoshimizni ertaga oilada kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hunar. Mana bular masalan farzandlari agar betob bo'lib qolgan bo'lsa, o'sha paytda birinchi tibbiy yordamni berishi mumkin. Birinchi tibbiy yordamni yoki o'sha bilib turib o'qiganda, esda qolgan bo'lsa, shuni yaxshi o'qigan bo'lsa, qaysi dori qanaqa ta'sir qiladi, qanaqa paytda emlash kerak, nimani qilish kerak, nima qilish kerak emas, birinchi yordam ham va o'sha tibbiyotchilar tibbiy madaniyati ham bo'ladi. Belgilab ketgandan keyin shunga qarab muolaja qilishga imkoniyat yaratadi. Shu maqsadda Sayxunobod tajribasi degan narsa talab qo'yildi. Ya'ni bitiruvchi sinf o'quvchilari shu maktabdan hunar o'rganib ketsin, biror bir o'zi xohlagan va tanlagan. Bu endi maktab ma'muriyatlari ko'pchiligi agar shu narsani haqiqatan iziga tushib deydi-yu, shu narsani hal qilamiz degan bo'lsa, maktablarda IT texnologiyalari ochildi. Tikuvchilik qizlar uchun juda ham kerak, pazandachilik deymizmi, turli hunarlar, IT zamonaviy kasb-hunarlardan IT sartaroshlik qizlar uchun, bolalar uchun bu narsalar shu haqiqatan ertaga bitirib ketgandan keyin yoshlarni hayotida asqotadigan bir hunar bo'lishi uchun va bunga davlatimiz rahbari aynan tuman hokimliklari mablag' ajratishadi va har bir maktab qaysidir o'quv markazi bilan birga hamkorlikda. Chunki u yerda o'sha hunarni, yoshlar tanlagan hunarni biladigan o'qituvchilar bo'lmasligi mumkin. Chunki ular ta'lim beruvchi o'qituvchilar hisoblanadi. Mehnat o'qituvchilari, o'sha kasb hunarga yo'naltiruvchi o'qituvchilar esa yoshlar tanlagan hamma hunarni bilmasligi mumkin. Bu har bir hunarni mutaxassisi, kichik bir mutaxassis bo'lsa ham egallash uchun o'quv markazlaridan mutaxassislarni jalb etgan holda xonalar ajratib, jihozlab va bunga hokimliklar yordam berishi talab qo'yilganda bu birinchi bosqich bo'lgandi. Ya'ni ta'limga kasb hunari kiritish. Bu narsa hozir juda ham bir kengaydi. Haqiqatan ko'p joylarda turli kasblar. Biz bularning natijasini ko'pincha shu maktablarni bitirish davri keladi-ku, may oylarida ko'pchilik maktablarda kasblar festivali o'tkaziladi. Borgandan keyin har bir o'sha yoshlar o'sha sinf bo'lib, o'zlari tayyorlagan, qo'llari bilan tayyorlagan narsalarni ko'rgazmasini qilishadi. Juda ham bir bayram yoshlar uchun-da. Endi bu yerda osh musobaqalari bo'ladi, bilasizmi? 10 xil, 15 xil oshlar tayyorlanadi yoki hali o'zlari yasab kelgan qizlarni ayniqsa qo'llari gulmasmi? Gul yasash deysizmi? Mana suli gullarni, har xil narsalar tikilgan yoki to'qilgan narsalarmi, pishirilgan narsalarmi, yigitlarni turli xil bir svarka, ya'ni shu payvandlash bo'lsa, shunaqangi yasagan narsalarni ko'rib, haqiqatan ham yoshlarga e'tibor qaratilayotganini, bunga o'sha ta'lim xodimlari mas'ul bo'lib
o'z vaqtida bu narsani hal qilganligini guvoh bo'lib kelyapmiz. Doniyor aka, haqiqatda siz aytayotgandek o'sha 3+1 tamoyili maktablarda keng joriy qilindi va allaqachon o'sha kasbga, hunarga ega bo'lgan yoshlarimiz ham tilni o'rganib, maktablarni bitirib, ham hunari bor, ham oliy o'quv yurtlariga kiryapti. Va bu yilgi o'sha ko'rsatkichlar, oliy o'quv yurtiga kirish ko'rsatkichlari har yilgidanda juda ham baland ekanligi alohida dunyo hamjamiyati tomonidan e'tirof etilyapti. Dunyo hamjamiyati tomonidan O'zbekistonni shu kambag'allikdan farovonlik sari konsepsiyasi ham alohida bir e'tirof etilyapti, to'g'rimi? Albatta shu 3+1 degani shu maktab, mahalla, oila konsepsiyasi ko'p joyda bunga e'tibor qaratmaslikka guvoh bo'laman-da, shu borganimda albatta shu maktabga kirdimmi yoki mahallaga kirdimmi, shu narsani baribir eslatib ketaman-da. Ayniqsa ota-onalar majlislari yoki otalar majlislari alohida bo'lgan vaqtlar bo'ladi. Shunda men aytaman, maktab, mahalla, oila birga ishlanglar. Masalan, bir xilda mahalla ma'muriyati maktab rahbariyati bilan unaqa chiqish urmaydigan bo'lsa hamchi bormay qo'yishadi-da, maktab rahbariyati. Bu mahalla nima qilib berdi menga deydi, yoki mahalla borganimiz bilan nima o'zgarish qilib beradi bu maktab bizga degandek qilib shunaqa guvohlar bo'lganmizda holatga. Lekin o'sha maktab, mahalla, oilani birgalikda ishlagani nafaqat bu kasb hunarda yoki kambag'allikdan chiqarishda, hattoki yoshlarning tarbiyasini izdan chiqmasligida ko'rinadi. Ularning ta'limga e'tibor qaratilishida ko'rinadi-da. Men aytaman, shu oliy o'quv yurtlariga kirishda shu maktabda har bir sinfga kerak bo'lsa aylanib chiqaman deb vaqt topib boribdi. Xo'p, kim nimaga qiziqadi? Ozgina bo'lsa ham vaqtni ajrataman, ozgina bo'lsa ham ularning vaqtini olaman, uzr so'rayman-da. Xo'p, ertaga bitirgandan keyin kim bo'lmoqsan? Hozirdan poydevor qo'y. Bu maza qilib yurgan davringlar. Men o'zimni masalan qila olmagan o'zimni ishlarimni eslatib o'taman-da. Men shu maktabda o'qiganimda shuncha harakat qilib, shunaqa yaxshi o'qib ketgan bo'lsam ham, lekin men falon ishlarga ulgurmaganman, qiziqmaganman-da, ulgurishda emas. Masalan, men ingliz tili o'qimaganman deb ko'raman-da. Bizda nemis tili o'qitilgan. Lekin hozir ingliz tili hamma yoqda kerak bo'lib qolyapti-da. Men aytaman, bizda shu davr talab ekan, dasturimizda bizning sinfga nemis tili o'qitilgan ekan. Ingliz tilini ko'proq o'qinglar. Xalqaro sertifikatlarni olinglar. Oliy o'quv yurtiga kirishda imtiyoz. Qizlarga qancha imtiyozlar berilyapti hozir? Kambag'al oila bo'lsa yoki ehtiyojmand oilalarning qizlariga alohida e'tibor bor. Oliy o'quv yurtlariga kirishda bepul. Agar imtiyozlar bor. Imtiyozlari bor. Agar kontraktga kirib qolgan taqdirda uni yoshlar daftaridan, ayollar daftaridan to'lab beradigan imkoniyatlari ham bor. Lekin shu o'rinda aytishimiz kerakki, kambag'allik juda bir ayrim oilalarni bir boqmandalikka o'rgatib qo'yganini ham alohida aytish kerak-da. Chunki o'sha Covid vaqtida ko'pchilik shu temir daftar, Saxovat ko'makdan juda ham oilalarga ko'p ko'mak berildi, chunki ko'pchilik ishlamagan vaqtida. Endi o'sha narsani dastaga ushlab olganlar bor-da. Men temir daftarda turaman deydi. Bu temir daftar qachon turgansiz? Necha yil bo'lib ketdi. Unda qiynalgan vaqtda yordam berib turishchi ro'yxat qilingan. Bu ro'yxat deyiladi, daftar emas deyman. Hali ham turadi, menga shuni qilib ber, shuni qilib ber. Lekin o'sha kambag'allikdan chiqarib, ularni izga solishcha yo'llari ko'p ekan. Shukrki, ancha-muncha odamlarni bugungi kunda yo'lga solib, hayotga to'g'ri nazar bilan qarashga, to'g'ri yo'lni topishiga bugungi tizim yordam beryapti. Ko'z tegmasin, ko'z tegmasin. Kerakli bo'lgan, manfaatli bo'lgan fikrlar uchun minnatdorlik bildiramiz Doniyor aka. Yangi tong sizga faqatgina o'sha xayrli amallar ro'yobini olib kelaversin. Haqiqatda bevosita sizni o'sha insonlarga yaxshilik qilayotgan jarayonlaringizni ko'rib boraman, chunki birgalikda shu davlat tashkilotida faoliyat yuritamiz Doniyor aka bilan va Doniyor aka har doim telefonda kimnidir muammosini yechayotgan holatlarda uchratamiz. Rang ko'r, hol so'r deydi xalqimizda mana. Ranglari yonib turibdi, ko'zlari chaqnab turibdi, yuzlarida farishta bor. Bunday odam xalqning dardi bilan yashaydi. Odamlarga bir yaxshilik qilish, savob amallar qilish. Hozir aytayapsizki, shu jarayonda o'zingiz qatnashyapsiz. Bu chetda turib gapirish emas, shu qozonning ichidasiz, shu odamlar bilan birgasiz. Demak, shuning uchun ham qayta saylangansiz mana. Ikkinchi marta. Ishlaringizga rivoj tilayman Doniyor aka. Faqatgina o'sha xalqning dardi bilan, o'sha yaxshiliklar tomon hamma izlanishlar, ishlar yuraversin deymiz. Kuningiz faqatgina barakali bo'laversin. Siz uchun bitta maxsus siz yaxshi ko'radigan taronangizni rejissyorimiz tayyorlab qo'yganlar. Shuni eshitib keyin ishga ketasiz. Rahmat. Marhamat.